Datalaslar bo'lganda, qani bir fikr taqaylik. Marhamat. Assalomu alaykum, oyim ahli. Qurbon hayitinlari muborak bo'lsin. Menma? Men buni Uyultaş Murasim Mulozimatchilik shirkasining bosh direktori, shundaqla riyosatchisi Sodiqjon bo'laman. Endi rost gapimni desam, mushu kuz kirgandan beri shunchalik aldirashib ketyapmiz. Kunda bo'layotgan to'yning jiqligi, bo'layotgan murosimlarning ko'pligi, voy, shirkatchilarning zodi oyiga yag tegmay qelyotdi. Tunugungi murosimni olib aytsam, garchi qiz bilan yigit 30 dan eshib sal kechikibroq to'y qilgan bo'lsa-mu, ammo mehmonlarning jiqligi, xudolarning bir-biridan esilligi, ham bu mehmonlar mush zamon oxiri jumo. Hozir birisining gapini qiladigan vaqt emas. Men tunugun yeni to'y qilgan bir juftlarning gapini qilib olsam, atdiganda bular men tarafga qarab o'qdek etilib kelyapti-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fikr qanday? Yaxshimi ahvolinglar? Tinchlikmi? O'zlarimsiz singlim. Tinch amanmi? Kechki to'y qildi degan bilan yana bir yerlaringlar kichikda. Tunugun to'y qilgan bo'lgandan bugun oldi bilan cho'nglarning oldiga salomga borasizlar emasmi? Qaraganda, menga deydigan muhim gapinglarni unutib qolibsizlar-da. Gapinglarni g'ash-g'ashdanglar, cho'nglar saqlab qolmasin, sat bo'ladi. Aka. Xapomay. Bizga yana bir qatim qilib bering, ha. Anglamadim. Xapomay bizga yana bir qatim murosim qilib bering, ha. Men burungi zamonda shahzodlarni 43 kunduz to'y qiladi deb anglaydigan qanmabsizlar-da. Qaraganda do'stlaringlarga yana bir qatim choy bersanglar kerak. Bo'ladi qilib beray. Qaysi restoranda qilsa, tunugunga to'y bo'lgan restorandami yo boshqa restoranda yasab mana. Voy yo'q, aka, restoranda emas. Bugun mush yerda bizning qaytgan to'yimizni qilib bersiz, aka. Qaytgan to'yimizni? Tushundim. Sizlar yurtinglarga berib, yana bir qatim to'y qiladi ekansizlar-da. Voy, ustullarim, o'zinglar ko'rib turibsizlar. Shirkatning ishi hozir shundoq oldirash. Uning ustiga sizlarmi tunugun to'y qildinglar. Endi hatto 10 kun sal bir o'zinglarni tutib olib, sen hodinglarni elib olib, muvofiq bir paytni tanlab, cho'nglarni oldinglarga selib, yurtinglarga berib, urug'-tuqqanlarga choy bersanglar bo'ladi-ku. Aka. To'yimizni emas, qaytgan to'yimizni. Estağfurullah. Ma ajrish murosimimizni qaytib qilib bering demoqchiman, aka. Nima? Ajrish murosimimizni? Fikirlarim, atiganda menda tuz yo'q chaqchaqni qilmanglar. Kim sizga chaqchaq qildi? O'ji, rostaydi. Menimcha, sizlar anchiki yo'qolang bir ishda g'ijildishib qolibsizlar, ha? Nima? Yo'qlanishlarmi? Voy, qarang aka, mana shu yo'qlanishlarmi? Voy. Bo'rtalib o'tganda ko'p ketibsiz ukam. Men yetdim. Bugun g'oma qiyofat ko'rdingiz. Ertaga yalang'ochlik ko'rib qolamiz sizlar. Voy. Fikirlarim, bu kichik ishni cho'ng aytmay, o'zlarimda bir-biringlarga yo'l qo'yib, chiroyli uyinglarga ketib, ammo kelgusilarda bir balliq bo'ladiganlar taraddudni qilinglar, bu aqmon. Voy, nim deydigansiz? Kim buningla balliq qildi ekan? Mushuni ulanma? Balliq qildi aytsa, herkes buningla bo'lmas. Sarangada balliq qildi buni ular. Nima deydigan? Voy, men ko'chama, qaranglar, men yo'lda o'tganlar qarovatida yuzinglar sat emasmay. Shuning to'y qilib, mana ishxona kirib teshaylik qolgan. Nemish bu? Tunugun to'yinglar bo'ldi. Bugun ajab og'zinglardan ajrashma degan gap chiqib qopti. Nima bo'ldi? Buchu tunugimni nikohga ulgurib keldi-da. Uni ozlab atdiganda hech bo'lmay ish qilib borma dedi. Jonim shunday mas'uliyatsiz odam bormi? Yo'q. Voy, men dedim-ku, men Urumchida hozir yo'l yasab, ko'rik yasab, hamma qisqanchiq bo'lib ketibdi. Uning uchun men muhim yo'l bilaklarimizni bizning qatnashchilarimiz yechmayotdi. Bilibmi, men atdiganki qatnashdi. Men bir atraf boshliq odam to'y qildim deb xizmatimga qarim bo'lmasa bo'ladi. Siz boramdingiz ya. Siz bo'lmasangiz shu yo'llar ichilmamniki. Men cho'nglar bizni atdiganga salomga keldi deb saqlab o'ltirsa, ikkimiz bilib olmayman, yolg'iz bo'lsam, men cho'nglarning oldida sat emasmi? Elimi cho'nglarning oldida yuzimni qo'ymidingiz?
To'y qildim deb ammo xizmatimni karim bo'lmay, qisqastanchi bilan karim bo'lmasa bo'lamdi. Sizga xizmat muhimmi, men muhimmi? Voy. Helimi to'yning aytisi ish chiqarma deganingiz bormi? Meni tashlab qo'yib, bu ish chiqarma deganingiz shunchalik ko'nglimga keldi. Siz bormi? Eng yaxshisi shu xizmatingiz bilan bir to'yingizni qilib oling, ha? Kim sizni yolg'iz qo'yib qo'ymadapti? Men dedim-ku, idoraga bilib boraylik, rahbarlarga deb xizmat o'rinlashtirib qo'ygandan keyin ota-onamiz oldida bilib borsak bo'lmadimi dedim-ku. Hey, to'yning aytisi ko'ch-ko'yda yuradigan nadonda ish borka. Siz nomus qilmaganingiz bilan men nomus qilib borma. Opam degan, bu soqchi bilan to'y qilma, bu biz pushaymon qilsa deb. Mana endi men rostini to'y pushaymon qilyapman. Shaqtili bo'pti. Ha? Bizim şu haqqasınlarını yolda bir keng kişide mağamikin, hizmet chiqmay baramikin, muş yollarımızda huzurlanamikin deb haqqasınlarını til ahanetlerini anlap qaran kunimiz muşuğu. Gördünüzmü? Gördünüzmü bunu? Yaxshi ipinin tayini yo'q. Bo'ldi. Voy. O'lim majara chiqqansizlar nima bu yerda? Ajrashadigan ishinglar bo'lsa, xalq ishlar idorasiga, sot mahkamasiga beringlar. Bu ish mening qo'limdan kelmaydi. Yo'q, aka, kechiring. Bundaq ketdi. Bizning to'y marosimimizni o'zingiz bir qo'lliq qilib berdingiz emasmi? Ha. Endi ma ajrish marosimini ya'ni o'zingiz bir qo'lliq qilib bersangiz bo'lmaydi aka. Voy, ukam. Siz tuqqanmagansiz? Voy, u to'g'ri deydi. Ha? Siz bizning to'y marosimimizni ko'targilib, yaxshi pinalab, hamma odamni hayron qoldirdingiz-ku. Ha. Shuning vaqo, bu qitimliq ajrish marosimimizni to'y marosimiga o'xshash qattiq qilib bersangiz bo'lmaydi. Ha. Mening zodi nima uchun ajrashganimni, ma do'st birodarlarning hammasi bilsin. Voy, berib kelsin. Xalq olam oldida yuzimni yo'qib bersin. Ha. Yana tiqib boshqa talablarim bor. Ha? Ya'ni boshqa talablaringiz bormi? Ha. Bu qitimliq ajrashish marosimimizni-chi, Ha. boshdan oxiri suratga olasiz. Oh. Andin munosabatli shaxslarni birma-bir ziyorat qilsiz. Olashar. Andin DVD plastikasi ishlab, har bir odamning qo'liga taqib bersiz. Voy, uningdan ko'ra kinoni ishlab bering dema. Ashta qilsa qanday? Bo'ldi. Sizlar meni u konsert diskini sotadigan deyich ko'rib qolgan o'xshamamsizlar? Hadda degan gap bo'ldi. Voy, Ustuldurам, maqaranglar. Bu qarsam yo'qilang bir ishkan bu. O'zaro bir-biringlarga yo'l qo'yib, bunday bir o'y tutib qolgan yeri Ay, bo'lsa. bo'ldi qilg'a. Siz bog'o ash men degandek qilg'a. Bu yerda ortiq gapninki lozim yo'q. Ras ajrashamsiz? Ajrashma. Pushaymon qilmaysiz. Ajrasib metmi qilmasmana. Ha. Anda pul chiqaram. Nech pul? To'y 3000 bo'lgan-ku, Ha. ajrashish 10 000. Voy, aka, ey. To'yla to'yning farqi bek zo'r o'tib ketdimi qanda? Shundaymi? Kan bunda qilishda bunda sabab bor. Birinchidan, men bu uyultash murosim mulozimatchilik shirkatini ochgandan beri ajrashish murosimini qilib boqmadim. Ikkinchidan, bundaq murosimni qiladiganlar meni izlab kelmaydi. Uchinchidan, men kallasi sog' odam bundaq murosimni qilmaydi. To'rtinchidan, Tönigin bir chiroyli to'yinglar bo'ldi. To'yinglar shundoq yaxshi bo'ldi. Endi bugun ajrashmoqchi bo'lyapsizlar. Endi buni DVD plastik qilib ishlab, butun Urumchi xalqiga birdan tarqatsanglar, men mana uyultash shirkatimni ochamdim, taqamdim. Hey, pul chiqaring. Ne pul? Ajrashish marosimining pulini. Ey, yigitlar. To'y marosimiga maqashilsa, ajrish marosimiga maqashilsa. Ey, ajrishdan meni kim o'tirib qolgansa, o'zi xashaydi. Hey, ertadan kechki xizmat deb uydan chiqib ketsiz. Shu xizmat qilib topgan pulingizni nima qashildingiz? To'yga xashiding. Qara buni. Ajrashadigan pul xashlab, sarang olib qolmadim. Tilxat izbasam bu bular. Tilxatni yeringiz gezib turam. Voyda. Ha, ondan sonra azroq o'zimiz zakalat berib turaychi. Qanchalik? Shu aytganda 3 mingni sep chiqib ketganman shu bularmi? Ha, akalang bo'pti. Ha, ma'qul. Ko'rdingiz-a? Bu pulni vaqo, men topshirdim.
İşqilib bağı, bu ajrashish murosimimizni dog'dug'uluq, muvaffaqiyatli, qalbli qilib oxirlashtirib bersangiz bağı, necha pul kesmay rozi. Canım singlim, Ha. siz mushu pulni hozir menga topshirgan minutdan boshlab dog'dug'uluq, muvaffaqiyatlik, g'albilik degan so'zlarni ikkinchi og'zingizga olmang. Ha? Hem bu ajrashish murosimi bo'lgandan keyin, hem buni ishiltidigan so'z iboralarni boshqadan o'ylashsak bo'ladi. Masalan, mandaq azotliq nikohimiz, ichinishlik muhabbatimiz, to'kilgan obro'yimiz degandek gap so'zlarni ishlatsak, bu ajrashish murosimiga biroz to'g'ri kelamdikin deyman. Appelle aka, naqmish gaplarni ishlatib, bir so'zlab bering aka. Shunday qiling, men qo'shilma. Xo'sh. Andaq bo'lsa, biz to'y murosimining tartibi bo'yicha mush ajrashish murosimini bir rapid qilib boqaylik. Siz keyinroq turing. Mayli. Fikam, ilim sizmi sal keyinroq turing. Mayada do'stlaringlar turdi, mayada urug' tuqqanlar turdi, mayada mush murosimga kelgan mehmonlar, shohidlar turdi. Assalomu alaykum, hurmatli murosim ahli. Shu topda biz kelishgan yigitimiz Farhod bilan go'zal qizimiz Shirinning ajrashish murosimiga shohid bo'lib turibmiz. Mana shunday azoblik minutlarda biz bu bir jup kuyib kul bo'lgan ko'saylarning Nima? Voy nima? Voy bu, Odam tillayotamsiz ya aka? bu qanday gap kusay degan? O'ngilimdan biri ichilmay turib kusayib qoldim-da men bu odamni. voy ukam, tunugin to'yinglar bo'lganda qip qizil gul edinglar. Mana bugun ajrashadigan bo'lgandan keyin shu kuyib kul bo'lgan kusay bo'lmaydi nima? Amisa tikan deymi-ya? Voy qarang, oqshom bağı, bu uyda urushqandan toki attigacha urushatmizda, ha? Men yana qip-qizil gul. Vay. Man qarang, siz vaqo, ash 4 es to'kindagi qip qizil mashina bo'lsangizmi, bugun elib at setib olsa, o'xshashlar nemkash mashina. Voy mani. Yo'q, men bu so'zni qo'shilmayman. Boshqaroq so'z ishildim, ha? Boshqa so'z? Ha. Ma'qul. Hurmatli mehmonlar, mush azoblik minutlarda biz bu bir jup so'lashqan qizil gullarning Nima? To'xta. voy nima bo'ldi? Voy so'lashqan degan qanday gap bu? To'xtang aka, odam tillab yuribsiz bu yerda. voy dedim-ku, tunugin to'yinglar bo'lganda o't qashdak chaqlab turgan qip-qizil gul edinglar. Endi bu gulga suqu yo'q, parvish qilishni bilmagandikan, mushtaq so'lishadigan gap. Voy, rost. Ha, bu gapga qo'shilma. Bo'ladi gap. Hurmatli mehmonlar, biz bu bir jup so'lashqan qizil gullarning azoblik nidosiga jur bo'lib, baxt ustiga kelgan qor bulutlarning vahimalik guldirmami ovozida ularning olli qayoqlargadir uchib ketayotganligiga shohid bo'lib turibmiz. Uchinglar. Xuddi bog'liqdan qo'yib etilgan mushuklarda qichinglar. Xalqi olam oldida yuzinglarni rosa tukinglar. Mana biz bu murosimimizning muqaddimasida munu bir kublet she'rni o'zinglarga taqdim qilishni loyiq ko'rdik. Gulli bo'lsa gul emas, gulda tiroqi bo'lmasa. To'xta aka. Voy, nima bu? Bu she'rmi? Voy, ukam unutib qolmang, mana ajrashish murosimi. Qaysi gulning purqi yo'q-ekan? Sizning firqangiz bo'lsa, eringiz sizdan ajrashman damki. Qo'ymi joyida gap qildingiz. Baqqamlashgan gaplar bo'ldi aka, rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa biz bu ajrashish murosimimizning yuqur pallasiga keldik. Buningda to'yni keylik yondirish usuli bo'yicha esimda qilishcha turgan sizlar tong o'ynagan vaqtinglarda do'stlaringlar sizlarning bilinglarni bir qizil yog'liq bilan bog'lab qo'ygan-ku deyman. Xo'sh, undaq bo'lsa bu nikahni yondirish usuli bo'yicha men buni bilinglarga bog'lab qo'yman, buni o'z qo'linglar bilan yechib tashlaysiz. Siz makina. Voy bo'ldilar. Keling. Siz makina. Bo'ling. Ha. Bo'linglar. Va Murat.
talabini kim o'tirib qo'ygan? O'zingizning ajrashib turog'i. At degan kim dedi bu gapni? O'zingiz dedingiz-ku. Siz dedingiz-ku. Siz dedingiz-ku. Yesin xotin degan shunday borida. Ishim. O'zingiz ishim. 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 Yaxshi. Андaq bo'lsa, endi biz tuvanki bosqichni davomlashtiramiz. Bu bosqichda qiz bilan yigit ota-onasidan kechirim so'raydi. Nima? Voy bu sal ortiqchimi yo? Aka. Bu kechirim so'rash ortiq cho'p ketdimi nima? Ha? Kechirim so'ramamsiz? Voy. Men sizni oson beqib cho'ng qildimmi? Ha? Sizni oson o'qitdimmi? Bir obdan to'yingizni qilib qo'ysam, bir kecha uy tutmayla, ayolingiz yo'liga sep qo'ysangiz, ha, cho'nglardan kechirim so'rash hajatsizmi? Voy, nimda turisiz? Kimni beqib qo'ydingiz, kimning to'yini qilib qo'ydingiz aka? Jo'ylib qoldim at degan nima edi? Voy, mavlam nima degan dot. Hey, biz ma ajrish marosimini repetitsiya qilyapmiz. Bu ota-onalar bo'lmagan bilan men sizlarning ota-onalarning vakili bo'lsam bo'ladi-ku. Kechiring aka, to'g'ri. Voy. Ha. Endi keyinlik yondirish usuli bo'yicha, ha. Farhod. Sizning burunqi ayolingiz. Voy to'xtang aka. Men burunqi ayolim emas, bu tunji ayolim. Men tunjisi. Elimi shu ajrashib ketgandan keyin burunqi ayolingiz bo'lmamdi. Ha? Rost. Shundami? Xo'sh, Farhod, sizning burunqi ayolingiz Shirin. Buningdagi taqimi muloyimlashib, ota-onangizning xizmatini ular rozi bo'lg'idek qilib, sizga umoq farzandlarni tug'ib bersa, siz yana uni tashlab ketamsiz? To'xtang aka, men bir o'yinib olay. Ya, qo'shilsangiz qo'shildim-da, bo'lmasa yoqdan. Yo'q. Ajrashdim. Xo'sh, Shirin, sizning burunqi eringiz Farhod buningdagi xizmatni yanama yaxshi natijalarni qozonib, sizga kuyinib, borlig'ini sizga taqdim qilsa, siz yana ajrashamsiz? Shundoq. Ajrashima. Ajrashsa, mitmi qilmasman ha. Xo'sh, undaq bo'lsa biz marosimimizning tuvandagi bosqichini tamomlaymiz. Pul chiqaringlar. Pul? Voy, yana nim pul deydi, yana nim pul. Shundaymi? Voy, siz tunigun ma qizni ag'a vaqtida mehraq qilib berganmi? Bergan? Ha, endi 5 shaq topshirsiz. Voy, to'xtab turgan, nima degan jiq? Bu nima 5 shaq degan nima aka? Allohu akbar. Ey, ukam, tunigun ma qizni yotkigan vaqtida mashinaga besib olib ketganmi? Olib ketgan. Mehraqqiga nech pul bergan? 5 ming. Bugun 10 ming. Voy, to'xtab, voy, qanday bunda? Shunda? Voy, bir kecha desam ketdimi? Ha? Ajab yaxshi. Bu har bir ishning qoidasi bor. Xo'sh, undaq bo'lsa kechirimni boshlaymiz. Shirin, siz boshlang. Dada. Men xato qildim. Haqning oldida yuzingizni yerga qaratdim. Jinim opa. Siz mening to'yimni qilib shunchalik xush bo'lgandingiz. Men sizning degan yeringizdan chiqolmadim, opa. Urug' tuqqan, qo'lib qo'shnilarni oldida yuzingizni yerga qaratdim. Meni kechiring, opa, men xato qildim. Jinim qizim, bangvoshlig'ingni nimishqa tashlamaydigansa, ha? Qachongachilik mushundaq bangvosh yuraveradigansa, mushu baxtiyor turmushingni nimishqa qadrlamaydigansa, ha? Men seni o'zingni cho'ng tut dedim. Bu deginim xizmatdoshlaringning orasida, jamiyatda o'zingni eg'ir besiq tut, deginim edi. Bir er kishining oldida shunday cho'ngchilik qilamsa, ha? Mana shunday ulug' oyam kunlarda salpib uyga qaytib kelsang, men ma'vu qulim qo'shnilarning yuziga, men urug' tuqqanlarning yuziga qanday qarayman? Dada, jinim dada, meni kechiring. Dada. Men rostdan xato qildim. Mush yosh kirib qopmi? Sizni mushunchalar xafalik qilganim bor.
Aldığınızda ben köp hıcıldı da. Beni keçirin da. Hey sinize. Oğlum. Üzən bilirsə, apam yok. Ben seni kandak capalarda baktım. Ha? Kandak capalarda okutub, kandak capalarda seni muş hizmetke ulaştırdım. Muşunu neymiş ki kadirlemeydiğinse. Kaçallı karısı kulağının uçunu iş kılırsa, oldurak sallık kılırsa. Ha? Bana tünü gün bir çıraylık toyunu kılsan, bir geç öy tutar tutmay ayağlarını yol kızıp koysan. Ben senin dek oğul balını görüp bakmadım. Dada. Ben hata kıldım dada. Beni keçir. Hata kılgan bolsan ayağlarından keçirim sormam sen kalla. Ha? Şeref. Ne hata kıldın? Bunun din kelme yanım ışında hatalısan kıldım. Evet. Buldu sözüm ben. Sizden indirmekçi boğununuzu ne abdan bilime. Şu toyunun akşamı sizge nurgun deydiğen kömül sözlerim batı. Şu söz bir kahap olup beni digil koymadınız. Şeref. Bu şehirli deydin ha? Ferhat. Ben sizden bizi pazarlarını ayırmıştım. Böyle oturup sıktamak işini pek mi arzu kılattım. Bırak biz daim uçuraşkan çeğimizde siz kolumu aldıraş, çarçığa halda aldığımı peyda bulattınız. Hatta bir vakit tamak yiyişkim ülgemeyle benimle koşuşup gidettiniz. O vakit könlüm bek bir ara bulup hatta gelimden kızağımı ötmeydi. Ben könlümde ikimizin toyundan keyin ben size herkes mındaştısız öyden çıkanmayman. Kiyimlerinizi kır kılmayman. Tamak ölgürüp kilermişsiniz. Öz kolum ile etken tamakın işiğiniz apırıp halki siz işten çıkışta sizi saklap durma dep oylaydım. Yine bunda kılışım erziydi o Ferhat. Çünkü siz beni ömürlük tanışın Ferhat. Geçir. Sözlü ben. Ben bugün çıkıp almayayım. Ben bugün sizge hemra bulup... Yok. Siz işkı verin. Ben sizi öyde saklap durayım. Çoğunluğunun kışık sağlam kubarımız davat kaldısınız. Ben sizin taşak kandamı hizmetke bir alayım tamam. Çoğunlarının aldığı salamga berişini bilgen size. Eski. Eski. Bizning bu yerga kelib ajrashma deganlar hukumat tush ko'ribdi. Uyultash shirkatimiz riyosatchilik qilgan to'y unda asab buzilmaydi. Nega? Uyga? Andin keyinchi? Salamga? Avval ma cho'ng bo'lgan ekan shu kuyib kul bo'lgan kuysak olmaydi mi? Amisa skan deymi ya? Oy qarang akşam bağı bu uydir uruşkandan ta ki ettiye gücü uruşatmızdan ha? Ha. Ben yanalı kıp kızıl gül. Vay. Man qarang, siz vaqo, aş 4 es tükündeki qiyip qızıl maşını bolsanız mı? Bugün elip et setib esaqo. O'xshashdi nemkesh mashina. Uy mani. Yak. Ben bu sözü koşulmayayım. Başkarak sözü çıldım ha. Boshqa so'z? Ha, ma'qul. Hurmatli mehmonlar. Mush azobliq minutlarda biz bu bir jup solashqan qizil gullarning Ne? To'xta. Voy, endi bo'ldi. Voy solaşkan diye qanday gap bu?
To'xtang aka, odam tillab yurisiz bu yerda. Voy, dedim-ku, tunugin to'yinglar bo'lganda o't tashdek chaqnab turgan qip-qizil gul edinglar. Endi bu gulga suqujib parvish qilishni bilmagandikan, mushlar so'lishilgan gap. Voy, voy, ras. Ha, bu gapga qo'shilma. Ha, Qo'shildingmi? bo'ladi gap. Ha. Hurmatli mehmonlar, biz bu bir jup so'lashgan qizil gullarning azobliq nidosiga jur bo'lib, baxt ustiga kelgan qor bulutlarning vahimalik guldirmami ovozida ularning olli qayoqlargadir uchib ketayotganligiga shohid bo'lib turibmiz. Uchinglar. Xuddi bog'laqdan qo'yib etilgan mushuklarda qichinglar. Xalq olam oldida yuzinglarni rosa tukinglar. Mana biz bu munosibimizning muqaddimasida munu bir kublet she'rni o'zinglarga taqdim qilishni loyiq ko'rdik. Gulli bo'lsa gul emas, gulda tiroqi bo'lmasa. To'xta aka. Voy, nima bu? Bu she'rmi? Ay, ukam unutib qolmang, mana bu ajrashish murosimi. Qaysi gulning purqi yo'q-ekan? Sizning firqangiz bo'lsa, eringiz sizdan ajrashman damki. Qo'ymi joyida gap qildingiz. Daqqamlashgan gaplar bo'ldi aka, rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa biz bu ajrashish murosimimizning yuqur pallasiga keldik. Buningda to'yni keylik yondirish usuli bo'yicha esimda qilishcha turgan sizlar tong so'yniga vaqtinglarda do'stlaringlar sizlarning bilinglarni bir qizil yog'liq bilan bog'lab qo'ygan-ku deyman. Xo'sh, undaq bo'lsa bu nikahni yondirish usuli bo'yicha men buni bilinglarga bog'lab qo'yaman, buni o'z qo'linglar bilan yechib tashlaysa. Siz makina. Voy, bo'ldilar. Keling. Siz makina. Bo'ling. Ha. Bo'linglar. Va Murod. Ajrish talabini kim o'tirib qo'ygan? Attigan kim dedi bu gapni? O'zingiz dedingiz-ku. Siz dedingiz-ku. Yesus xotin degan shunda bor edi. Ishim. O'zingiz ishim. Yaxshi. Undaq bo'lsa, Datalashlar bo'lganda, qani bir ikki taqaylik. Marhamat. assalomu alaykum oyim ahli. Qurbon hayitinglarga muborak bo'lsin. Menma? Men buni Uyultash murosim mulozimatchilik shirkatining bosh direktori, shundaqla riyosatchisi Sodiqjon bo'laman. Endi rost gapimni desam, mushu kuz kirgandan beri shunchalik aldirashib ketyapmiz. Kunda bo'layotgan to'yning jiqligi, bo'layotgan murosimlarning ko'pligi, voy, shirkatchilarning zodi oyig'i yag tegmay qilyapti. Tunugungi murosimni olib aytsam, garchi qiz bilan yigit 30 dan eshib sal kechikibroq to'y qilgan bo'lsa-mu, ammo mehmonlarning jiqligi, xudolarning bir-biridan esilligi, ham bu mehmonlar mush zamon oxiri jumo. Hozir birisining gapini qiladigan vaqt emas. Men tunugun yeni to'y qilgan bir juftlarning gapini qilaversam, atdiganda bular men tarafga qarab o'qdek etilib kelyapti-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fikam qanday? Yaxshimi? Ahvolinglar? Tinchmi? O'zdan turibsiz, singlim? Tinch amonmi? Kechki to'y qildi degan bilan yana bir yerlaringlar kichikda. Tunugun to'y qilgan bo'lgandikan, bugun oldi bilan cho'nglarning oldiga salomga borasizlar emasmi? Qaraganda, menga deydigan muhim gapinglarni unutib qolibsizlar-da. Gapinglarni g'ashqashdanglar, cho'nglar saqlab qolmasin, sat bo'ladi. Aka. Xapomay. Bizga yana bir qatam qilib bering, ha. Anglamadim. Xapomay bizga yana bir qatam murosim qilib bering, ha.
Men burungi zamonda shahzodlarni 43 kunduz to'y qiladi deb anglaydigan qanmapsizlarda. Ha? Qaraganda do'stlaringlarga yana bir qatim choy bersanglar kerak. Ha, bo'ladi qilib beray. Qaysi restoranda qilsa, tunugun kash to'y bo'lgan restorandami yo boshqa restoranda yasab mana. Voy yo'q aka, restoranda emas. Bugun mushu yerda bizning qaytgan to'yimizni qilib bersiz aka. Qaytgan to'yimizni? Ha, tushundim. Sizlar yurtinglarga berib, yana bir qatim to'y qiladi ekansizlar-da. Voy, ustullarim, o'zinglar ko'rib turibsizlar. Shirkatning ishi hozir shundoq oldirash. Uning ustiga sizlarni tunugun to'y qildinglar. Endi hatto 10 kun sal bir o'zinglarni tutib olib, sen hodinglarni elib olib, muvofiq bir paytni tanlab, cho'nglarni oldinglarga selib, yurtinglarga berib, urug' tuqqanlarga choy bersanglar bo'ladi-ku. Aka, to'yimiz emas, qaytgan to'yimizni. Bu Estağfurullah. Ma ajrish murosimizni qayta bir qilib bering demoqchiman aka. Ha, nima? Ajrish murosimimizni? Ha. Ustullarim, atiganda menda tuz yo'q chaqchaqni qilmanglar. Ey, kim sizga chaqchaq qildi? O'ji, rostaydi. Hay. Menimcha, sizlar anchiki yo'qolang bir ishda g'ijildishib qolibsizlar, ha? Nima? Yo'qlanishlarga? Voy qarang aka, mana shu yo'qlanishlarmi? Voy. Bo'rtalib o'tganda ko'p ketibsiz ukam. Men yetdim. Bugun g'oma qiyofat ko'rdingiz. Ertaga yalang'ochni ko'rib qolamiz sizlarga. Voy. Ustullarim, bu kichik ishni cho'ng aytmay, o'zlarimda bir-biringlarga yo'l qo'yib, chiroyli uyinglarga ketib, ammo kelgusilarda bir balliq bo'ladiganlar taraddudni qilinglar, bu aqmag'an. Voy, nim deydigansiz? Kim buninglar baliq qildi ekan? Mushuni ulanma? Baliq qildigan shu sayerga buninglar bo'lmasin. Sarangada balliq qildi buni ulan. Kim deydigan? Ajrasi metmi qilmas mana. Ha. Anda qo'sh pul chiqaram. Nech pul? To'y 3 ming bo'lgan-ku, ajrishish 10 ming. Voy, ta aka, ey. To'ylab qo'yning farqi bek zo'r o'tib ketdimi qanda? Shundaymi? Kam bunda qilishda bunda sabab bor. Birinchidan, ben bu Uyultaş murosim mulozimatchilik shirkatini ochgandan beri ajrishish murosimini qilib boqmadim. Ikkinchidan, bundaq murosimni qiladiganlar meni izlab kelmaydi. Uchinchidan, men kallasi sog' odam bundaq murosimni qilmaydi. To'rtinchidan, tunugun bir chiroyli to'yinglar bo'ldi. To'yinglar shundoq yaxshi bo'ldi. Endi bugun ajrashmoqchi bo'lyapsizlar. Endi buni DVD plastik qilib ishlab, butun Urumchi xalqiga birdan taqasanglar, men mana Uyultaş shirkatini ochamdim, taqamdim. Hey, pul chiqaring. Ne pul? Ajrishish murosimining pulini. Ey, yigitlar. To'y murosimiga maqashisi. Ajrish murosimiga maqashisi. Ey, ajrish talabini kim o'tirib qolgansa o'zi qashaydi. Hey, ertadan kechki xizmat deb uydan chiqib ketsiz. Shu xizmat qilib topgan pulingizni nima qashildingiz? To'yga qashiding. Qara buni. Ajrishi deganga pul qashlab sarang bo'lib qolmadim? Tilxat ismasam bu bular. Tilxatni yeringiz gezib turam. Voyda. Ha, ondan sonra azroq o'zimiz zakalat berib turaychi. Qanchalik? Shu atdiganda 3 mingni sep chiqib ketganman shu bularmi? Ha, akalang bo'pti. Ha, ma'qul. Ko'rdingiz-a? Bu pulni vaqo, men topshirdim. Ish qilib vaqo, bu ajrishish murosimizni dog'dug'uluq, muvaffaqiyatli, qalbilik qilib oxirlashtirib bersangiz vaqo, nechta pul kesmay rozi. Canım singlim, Ha. siz mushu pulni hozir menga topshirgan minutdan boshlab dog'dug'uluq, muvaffaqiyatlik, g'albilik degan so'zlarni ikkinchi og'zingizga olmang. Ha? Hem bu ajrish murosim bo'lgandan keyin, hem buni ishlatadigan so'z iboralarni boshqadan o'ylashsak bo'ladi. Masalan, mandaq. Azotliq nikohimiz, ichinishlik muhabbatimiz, to'kilgan obro'yimiz degandek gap so'zlarni ishlatsak, bu ajrish murosimiga biroz to'g'ri kelamdikin deyman. Appalla aka, naqmish gaplarni ishlatib bir so'zlab bering aka. Shunday qiling, men qo'shilma. Xo'sh. Andaq bo'lsa,
biz to'y murosimining tartibi bo'yicha mush ajrashish murosimini bir rapid qilib boqaylik. Siz keyinroq turing. Mayli. Fikam, ilim sizmi sal keyinroq turing. Mayada do'stlaringlar turdi, mayada urug' tuqqanlar turdi, mayada mush murosimga kelgan mehmonlar, shohidlar turdi. Assalomu alaykum, hurmatli murosim ahli. Shu topda biz kelishgan yigitimiz Farhod bilan go'zal qizimiz Shirinning ajrashish murosimiga shohid bo'lib turibmiz. Mana shundoq azobli minutlarda biz bu bir jup kuyib kul bo'lgan ko'saylarning Nima? Voy nima? Voy bu, Odam tillawatamsiz yoki? uni qanday gap ko'say degan? O'ngilimdan biri ichilmay turib ko'sayib qoldim-da men bu odamni. voy ukam, tunugun to'yinglar bo'lganda qip qizil gul edinglar. Mana bugun ajrashish. Nima deydilar? Voy, men ko'chama, qaranglar, men yo'lda o'tganlar qarovatida yuzinglar satamasmay. Shu bugun to'y qilib mana ishxona kirib teshaylik qolgan. Ha. Nemish bu? Tunugun to'yinglar bo'ldi. Bugun ajab og'zinglardan ajrashma degan gap chiqib qopti. Nima bo'ldi? Bo'ladi. Buchu tunugimni nikoh aron ulgurib keldi danga. Uni azlab atdiganda hijilmay ish qilarma deydi. Jonim shunday mas'uliyatsiz odam bormi? Ay, yo'q. Voy, men dedim-ku, men Ürümçide hazır yol yasab, körük yasab, hem niye kıskançık bo'lib tutbardı. Onun için men muyum yol bileklerimizni bizning qatnashchilarimiz yechmayotdi. Bilibmi, men atdiganki qatnashdi. Men bir atraf aşık o adam to'y qildim deb xizmatimni ko'rim bo'lmasa bo'ladi. Siz boramtınız ya. Siz bo'lmasangiz shu yo'llar ichilmamniki. Ay, men cho'nglar bizni atganga salomga keldi deb saqlab o'ltirsa, ikkimiz bilib olmayman yolg'iz bo'lsam, men cho'nglarni oldida satamasmi? Elimi cho'nglarni oldida yuzimni qo'ymidingiz? To'y qildim deb ammo xizmatimni ko'rim bo'lmay, qisqancha bilan ko'rim bo'lmasa bo'ladi. Sizga xizmat muhimmi, men muhimmi? Voy. Elimi to'yning aytisi ish qilma deganingiz bormi? Meni tashlab qo'yib, bu ish qilma deganingiz shunchalik ko'nglimga keldi. Siz bormi? Eng yaxshisi shu xizmatingiz bilan bir to'yingizni qilib oling, ha? Kim sizni yolg'iz qo'yib qo'ymadi debdi. Men dedim-ku, idoraga bilib borayli, rahbarlarga xizmat o'rinlashtirib qo'ygandan keyin ota-onamiz oldida bilib borsak bo'lmadimi dedim-ku. Hey, to'yning aytisi ko'ch-ko'yda yuradigan nadonda ish borka. Siz namoz qilmaganingiz bilan men namoz qilib borma. Opam degan, bu soqchi bilan to'y qilma, bu biz pushaymon qilsin deb. Mana endi men rostini to'y pushaymon qildim. Saatini bo'pti. He? Bizim şu haqqasınlarını yolda bir keng küşede mağamikin, hizmet hiçmey baramikin, muş yollarımızda huzurlamikin dep, haqqasınlarını kıl ahanetlerini anlap, karan günümüz muşuğu. Gördünüzmü? Gördünüzmü bu ne? Yaxşı ipinin tayini yok. Bo'ldi. Voy. O'lim majara chiqqansizlar nima bu yerda? Ajrashishga ishinglar bo'lsa, xalq ishlar idorasiga, sot mahkamasiga beringlar. Bu ish mening qo'limdan kelmaydi. Yok, aka, kechiring. Bunda ketdi. Bizning to'y murosimimizni o'zingiz bir qo'lliq qilib berdingiz emasmi? Ha. Endi ma ajrish murosimini yani o'zingiz bir qo'lliq qilib bersangiz bo'lmaydi aka. Voy, ukam. Siz tuqqanmagansiz? Voy, o to'g'ri deydi. Ha? Siz bizim to'y murosimimizni ko'targilib, yaxshi planlab, hamma odamni hayron qoldirdingiz-ku. Ha. Shuning vaqo, bu qitimliq ajrish murosimimizni to'y murosimiga o'xshash qattiq qilib bersangiz bo'lmaydi. Ha. Mening zodin nima uchun ajrashganimni, men do'st birodarlarimning hammasi bilsin. Voy, berib kelsin. Xalq olam oldida yuzimni yo'riqib bersin. Ha. Yana tiqib boshqa talablarim bor. Ha? Ya'ni boshqa talablaringizmi bormi? Ha. Bu qitimliq ajrashish murosimimizni-chi, Ha. boshdan oxiri suratga olasiz. Oh. Andın münasebetli şahslarını bir ziyaret kılsınız. Aleyhisselam. Andın DVD plastikisi işlep, her bir adamın kılga kalkıp verirsiniz. Voy, uningdan ko'ra kinoni ishlab berim dema. Aşta kısa adam. Bo'ldi. Sizlar meni o konsert diskini sotadigan deych ko'rib qolgan o'xshamamsizlar? Hadda degan gap bo'ldi. Voy, fikildiram, maqaranglar. Bu qarsam yo'qilan bir ishkan bu. O'zaro bir-biringlarga yo'l qo'yib, bunday bir o'tib qolgandek yeri Ay bo'lsa. oldu kılga. Siz bak o aş ben degandek kılga. Bu yerda ortiq gapning ki lazım yok. Rost ajrashamsiz? Ajrashma. Pushaymon qilmaysiz. Endi biz tuvanki bosqichni davomlashtiramiz.
Bu bosqichda qiz bilan yigit ota onasidan kechirim so'raydi. Nima? Voy bu sal ortiqchimi ya? Aka. Bu kechirim so'rash ortiqcha bo'lib ketdimi nima? Shundaymi? Ha? Kechirim so'ramamsiz? Voy. Men sizni oson beqib cho'ng qildimmi? Ha? Sizni oson o'qitdimmi? Bir obdan to'yingizni qilib qo'ysam, bir kecha uy tutmaylar, ayolingiz yo'lga sep qo'ysangiz, ha, cho'nglardan kechirim so'rash hojatsizmi? Voy, nimda birisiz? Kimni beqib qo'ydingiz? Kimning to'yini qilib qo'ydingiz aka? Jo'yilib qoldim degan nima edi? Voy, mavlam nima degan dod. Hey, biz ma ajrish marosimini repetitsiya qilyapmiz. Voy, Bu yerda ota-onalar bo'lmagan bilan men sizlarning ota-onalarning vakili bo'lsam bo'ladi-ku. Kechiring aka, to'g'ri. Voy. Ha. Endi keylik yondirish usuli bo'yicha, ha. Farhod. Sizning burunqi ayolingiz Voy, to'xtang aka. Men burunqi ayolingiz, bu tunji ayoli. Ben tuncisi. elimi shu ajrashib ketgandan keyin burunqi ayolingiz bo'lmamdi. Ha? Shundami? Xo'sh, Farhod, sizning burunqi ayolingiz Shirin. Buningdagi texmi muloyimlashib, ota-onangizning xizmatini ular rozi bo'lg'idek qilib, sizga umoq farzandlarni tug'ib bersa, siz yana uni tashlab ketamsiz? To'xtang aka, men bir o'yinib olay. Ya, qo'shilsangiz qo'shildim-da, bo'lmasa yoqdan. Ya! Ajrashdim. Xo'sh, Shirin, sizning burunqi eringiz Farhod buningdagi xizmatni yanama yaxshi natijalarni qozonib, sizga kuyinib, borlig'ini sizga taqdim qilsa, siz yana ajrashamsiz? Shundoq. Ajrashima. Ajrashsa netmi qilmasman ha? Xo'sh, undaq bo'lsa biz marosimimizning tuvandagi bosqichini tamomlaymiz. Pul chiqaringlar. Pul? Voy, yana nim pulni deydi, yana nim pul. Shundaymi? Voy, siz tuniga ma qizni olgan vaqtida mehr haqqi berganmi? Bergan? Ha, endi 5 haqqi topshirsiz. Voy, to'xtab turgan, nima degan jiq? Bu nima 5 haqqi degan nima aka? Alloh akbar. Ey, ukam, tuniga ma qizni yotkigan vaqtida mashinaga besib olib ketganmi? Olib ketgan. Mehr haqqiga necha pul bergan? 5 ming. Bugun 10 ming. Voy, to'xtab. Voy, qanday bunda? Shunda? Voy, bir kecha desam ketdimi? Ha? Ajab yaxshi. Bu har bir ishning qoidasi bor. Xo'sh, undaq bo'lsa kechirimni boshlaymiz. Shirin, siz boshlang. Dada. Men xato qildim. Haqning oldida yuzingizni yerga qaratdim. Jinim opa. Siz mening to'yimni qilib shunchalik xush bo'lgandingiz. Men sizning degan yeringizdan chiqolmadim, opa. Urug' tuqqan, qo'lib qo'shnilarning oldida yuzingizni yerga qaratdim. Meni kechiring, opa, men xato qildim. Jinim qizim, bangvoshlig'ingni nemishqa tashlamaydigansa, ha? Qachongachilik mushundaq bangvosh yuraveradigansa, mushu baxtiyor turmushingni nemishqa qadrlamaydigansa, ha? Men seni o'zingni cho'ng tut dedim. Bu deginim xizmatdoshlaringning orasida, jamiyatda o'zingni